O'zbekistonda yagona shoshilinch raqam ishga tushdi. Bu 112, ya'ni jamlangan dispetcherlik xizmati. Endilikda siz 101, 102, 103, 104 raqamlarga, ya'ni ichki ishlar 102 kelmaydi. Favqulodda vaziyatlar yoki yong'in, tez yordam va hudud gaz ta'minot tashkilotlariga qo'ng'iroq qilishingiz shart emas. To'g'ridan to'g'ri 112 raqamiga telefon qilishingiz kifoya. Ular esa sizga kerakli bo'lgan xizmatga murojaatingizni, qo'ng'irog'ingizni tezkorlik bilan yo'naltirib berishadi va bu xizmat tunu kun 24/7 rejimida ishlaydi. Bu xuddi Amerika Qo'shma Shtatlaridagi 911 ishonch raqamiga o'xshab ketadigan tizim. Juda ham yaxshi bo'lgan, chunki favqulodda vaziyatlar vaqtida ko'pchiligimiz o'zimizga kerakli bo'lgan shoshilinch xizmatning telefon raqamini unutib qo'yamiz. Tez yordam qaysi edi, yong'in qaysi edi, favqulodda vaziyatlar qaysi edi deb. Shu sababdan endi 112 raqamiga telefon qilasiz va o'zingizga qaysi xizmat kerakligini aytasiz, bo'ldi. Bu videoni saqlab qo'ying, 112 raqamini esda tutish uchun va uni hoziroq hamma yaqinlaringizga yuborib, ularni xabardor qiling.